Barchaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan men Xenz MC va Abdulaziz. Короче, salomlashinglar Abdulaziz. Salomlash. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Hozircha men odam meni notirda aldab olib keldi. O'zani videoda ko'ramiz. Va hozir biz o'yin o'ynaymiz. Kim ko'proq resurs yig'ish, ya'ni rudalar, Minecraftdagi barcha rudalarni yig'ish. Senga aytib chiqay. Xo'sh, ko'mir. Ko'mir 10 ochko, oltin 15, lazurit keyin redstone ikkalasi 20 ochkodan, eng qimmati olmos 30 ochko. Nimadir yozib olish kerak edi, lekin xullas oxirida keyin qilamiz, aniqlashtiramiz. 1 2 3 bo'lmasa boshladik biz. Landi. O'yin boshlandi. Hozir birinchi qiladigan ishimiz daraxt yig'ish. Daraxtlarni olib va aytgancha biza nima qilishimiz kerak edi? Amalan yo'q ketaversa. Monsterlarni o'chirib qo'yishimiz kerak edi, lekin bu ham bir qiyinchilik uchun shart va zarur. Ovqat yig'ib olishimiz kerak. Qorni och qolib qolsa, Abdulaziz yemaylik. Va ikkita Xo'sh, bolalar, meni uncha optim yo'q. Resurs yig'ish bo'yicha to'g'ri 9 yil bo'ldi Minecraft o'ynayotganimga, lekin umuman resurs topa olmayman. Kecha bir balo qilib uxlamasdan qanday qilib tezroq resurs yig'ish, do'stlar bilan o'ynaganda yutish degan videolarni ko'rib, o'sha o'rganib oldim. Qanday qilib almas nimalarni topishdi. Hozir Abdulazizning opti juda ham kuchli. Meni osongina yutib qo'yishi mumkin. 3 raund bo'ladi. 3 raund 10 minutdan. Hozir 10 minut boshlanmadi, chunki hozir biz tayyorlanib olishimiz kerak. Va bo'ldi. 1 2 va 3 boshlandi. 10 minut vaqtimiz bor. 10 minut qanday qilib bo'lsa ham yutishimiz kerak. Ko'proq resurs yig'ishimiz kerak. O'yin boshlandi va hozir biz nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Juda meni endi portlatdi. Creeper'da Bolalar, men hozir yutdim degan gap. X-Ray datapaki menga bemalol almas, temir, yana boshqa balobatlar resurslarni bemalol ko'rsatib oladi. Bu degani men yutdim, uni bemalol. Voy, yo'q. Ko'mir topdim. Videoni Ko'mir 5 ochko ko'ringlar, lekin qiziqroq bo'ladi. Ko'mir 5 ochkodan. Tezroq bo'lishni maslahat beraman. Meni kirkam qani? Menda ekanmi? Yo'q, meni kirkam qani? Go'sht tayyorlayapman. Ma. Tayyorladim, orqangda. Bo'ldi. Yo'q, ko'mir, temir. Ikkita siygan. Yerdan biling. Tuydiramiz. Ana hozir 55 ta ko'mir bor. Menga taxta kerak bu. Topa, men nima qilay? Taxta bering. Kambag'al. 5 minut bo'ldi. 5 minut bo'ldi. Uncha tez bo'lyapti vaqt. Nima vaqtdan so'rang? Vaqt nimaga buncha tezsan? Hozir nariyadan kimdir seni qaritmoqchiman degan ovoz chiqarsa yomon yerda. Vaqtingga o'lsang narsalar o'zing bilan turadi. Yo'q. Billa. Narsalaring o'zing bilan qoladi-ku, saqlan aka, tentak.
O'sha yerdan pastga tushib davom Qani? ettirdi. No, bir tomondan lekin yaxshi bo'ldi. Mana shu bir stak ko'mir bor. Manda Mhm. 56 ta bor ekan ko'mir. Bu degani 32 ta temir degani. Xatga tushdi. Yo'q-mayo'q. Olmos topdim. Siz nimadir qo'ysiz cho'ta. Olmos topdim jala. Olmosli kirka yasasam ham hozir menga ochko hisoblanadi. 3 ta olmos hisoblanadi. He. Abdulaziz. Yo'q-mayo'q, yana olmos. Bitta. Yo'q, ikkita ekan. 3 ta ekan. Yo'q-mayo'q, 4 ta. Yo'q, 5 ta ekan. Yo'q-mayo'q, 5 ta. Ля ты крыса, Olmos ketidan borku redstone chiqdi. Yo'q-mayo'q. Abdulaziz. Mod qo'yasizda-chu. YouTube'dan ketasanmi deyman-da. Sizda mod bor, men ishonmayman. What? Bro, what are you talking about, man? Yo'q, qanaqangi mod? Men bilasan, 9 yildan beri o'ynasam ham umuman na cheat, na soft, na nima aytsam ekan, cheatli modlarni ishlatmaganman. Bilasan-ku o'zi qandayligini. ля ты крыса. Aldaysan Sardor, nimaga birovni aldaysan? Nimaga birovni aldaysan? Yo'q, kirkam sildi. Mana o'sha olmosli kirka yasadim, zerib ketganman. Menga nima qizig'i bor? Esli choyga Biroz siqilaverdi. Yemam odamni, meni gapimni o'zimga qaytarsin. Siqilyapsanmi Abdulaziz? Yaqinda YouTube'dan ketishingni o'ylayman, yana siqil. Yana siqil. Yo'q, men bu shuncha temir topganimni xursandman. Ha, temir, men o'zi temir topib, o'zi uni nechta temiring bor mayli? X-tax bormi? Da, Ha. 2 stakka yaxshi yaqin. Nechta olmos topding, shuni ayt. 0 ta. Ha, böyle yutqizsin diyor. Böyle 10 minut bo'pti, 10 minut bo'pti. Nima? Narsalaringni qo'y. Bo'ldi, qo'y bo'ldi. 745 ochko bo'ldi senga. 745. 745. Mana Abdulaziz yutqizding, endi YouTube'dan ketasan. Ya, unaqa bo'lmadi-da. Endi rom qildilar bo'lar, qanaqadir mod ishlatdilar. Yo, Nechesini, umuman. Yo, ish qanaqa? Obunachilar ham ko'rib tur. Obunachilar ham ko'rib turibdi, hech qanaqa bu nechesini bo'ldi bu. Bo'ldi, Abdulaziz Nechesini xayr. Birovga endi xayr, sen bilan xayrlashamiz. Nechesini bo'ldi, men ketmayman mana. Chesna bo'ldi, bo'ldi shartlar bilasanmi? Chesni o'ynadik ikkalamiz ham. Uje 10 minut vaqt ham berdim. Nechesini bo'ldi? Mod ishlatdingiz. Farq yo'q, bo'ldi, xayr biroyi. Mayli, qarab turing. Bir oydan keyin men qaytaman-da. Aha. Sizni YouTube'dan butun umrga yo'qotib yuboraman. Agar eplasang. Abdulaziz, birga aytaymi? Ha. YouTube'dan ketishing shart emas. Nega? U yog'ini video chiqqandan keyin bilasan, tushundingmi? Video chiqqandan keyin bilasan nimaga ketishing kerak emasligini. Tushunding-a? Bo'lmasa videoni tugatamiz. Barchaga xayr bo'lsin. Sizlar bilan men Xenza MC va Abdulaziz bo'ldi.
Xayr.